Mayli, men hozir o'rta maktab o'quvchisiman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hoy, maktab o'quvchisi. Menmi? Nega o'rta maktab o'quvchisi bu yerga kelyapti? Men birinchi kursman. Voy, u maktabga nima kelgan? Men ertalab xayol bilan esimdan chiqibdi. Nega men buni kiyib oldim? Men galstukni unutib qo'yishgan ko'rganman, lekin forma. U birinchi kun bo'lgani uchun asabiylashgan bo'lsa kerak. Keling, uni birinchi guruh bo'lgani uchun tinch qo'yaylik. Sen rostdan ham o'rta maktab o'quvchisi emasmisan? Yo'q, rostdan. Hozir kiyinish xonasiga borsang, u yerda formalar bo'lishi mumkin. Shoshil. Rahmat sizga, rahmat. Birinchi kundayoq tamom bo'ldim. O'zingni omadli deb hisobla, bundan ham battar bo'lishi mumkin edi. Yaxshi, olg'a. Hammasi yaxshi bo'ladi, Hoguhi. U 4-raundda mag'lub bo'ldi, keyin esa g'alaba qozondi. Voy, uni qara, Hoguhi. Yo'q, mening o'rta maktabdagi sinfdoshim. Yo'q, u mening do'stim emas, aksincha dushmanim edi. Kela qol. Salom. Nega yana u bu yerda? Kelinglar, karaokega boramiz. Tug'ilgan kunimda sizlarni mehmon qilaman. Har doimgidek saxiy. Tug'ilgan kuning bilan buni sen uchun yasadim. Rahmat. Shart emas edi. Mayli, unday bo'lsa, qani ketdik. Oldin ovqatlanishga boramizmi yoki karaokega? Ovqatlanishga. Bu gullarning hidiga o'xshaydi. Goyun, kecha men bergan daftarni olib keldingizmi? Unutib ketibman. Ammo bu daftarsiz mening baholarim nolga teng bo'ladi. Axir men o'ylab qilmadim. Baribir bu siz uchun farq qilmaydi. Kechirasiz. Men shu yerga o'tirsam bo'ladimi? Mening ismim Junduhi. Ha, tushundim. Ha, siz Chaynuning muxlisimisiz? Ha, meni Chaynuning xotini deb chaqiring. Xotini? Xo'p. Siz ham Inuning muxlisimisiz? Yo'q. U restoranimizga tez kelib turadi. Rostdanmi? Ha, bizda uning do'st xati bor. Voy xudoyim, men rostdan ham siz bilan tanishib o'rsanman, do'stim. Men bularni qadrlayman. Biringizni tanishni xohlaysizmi? Junduhi, uning laqabi qanning ma'budasi. Uning orzusi Inuning xotini bo'lish. Bu o'sha ahmoq. Xohlamayman. Duhi, ular mashhurmi? Nima, sen qishloqdamisan? Uni maktabda hammadan edi. Pekchi o'rta maktabidan Shinjixun. Lekin men Jixunning tuma. Ular mashhur duet. Rostdanmi? Men bu yil sizning sinf rahbaringizman. Xanjol o'rta maktabida vizual tasvirlash bo'yicha mas'ulman. Endi siz o'rta maktab o'quvchilari emassiz. Yuqori maktab sizning hayotingizning eng muhim davri. Men yomon baholarni kechira olaman, lekin haqorat va xiyonatni hech qachon kechirmayman. Yoningizda o'tirgan sinfdoshingiz butun umr do'stingiz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun doimo bir-biringizga yordam bering. Ustoz, necha yoshdasiz? Menmi? Ertalabki quyosh nuri kabi yoshman. Hoguhi, qo'rqma, sen buni eplay olasan. Qoyil, ular ikkinchi guruh talabalarimi? Ular juda zo'r. Ular maktabning eng mashhur klubi Hayva. Ular boy prokuror, kongressmen va hokazolarning bolalarini yig'adi. Ularni lider bo'lishga o'rgatadi. Xanyura Hayva klubi rahbari va maktab malikasi. U badavlat oiladan. Yana Hchun